4-chi kunda embrionning o'lib qolishi nima sababdan bo'ladi? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda embrionning 5-kunda yetib bormasligini bir nechta sabablarini ko'rib chiqamiz. Nega embrion 5-kunga yetib bormadi? Nega meni embrionim rivojlanishdan to'xtadi? Xo'p, buning sabablariga kelsak, birinchi sabab bu aneuploidiya, ya'ni genetik xromosomal o'zgarish. Organizmdagi hujayralarda, tuxum hujayra va spermatozoidda xromosomaning son jihatdan o'zgarishi yoki ko'payishi yoki kamayishi bu embrion rivojlanishiga ta'sir qiluvchi birinchi sabab hisoblanadi. Embrion ulug'lanadi, 3-kun 8-9 hujayradan rivojlanishini to'xtatadi. Ikkinchi faktor, ya'ni ikkinchi sababimiz bu tuxum hujayra o'tning morfologiyasi. Ba'zi tuxum hujayralarda polikistoz bilan kasallangan bemorlarda yoshi 35 yoshdan oshgan ayollarning tuxum hujayralari morfologik jihatdan past bo'ladi va ba'zan sitoplazmasi yetilmagan bo'ladi. Sitoplazmasi yetilmagan tuxum hujayrada mitoxondriya kam bo'ladi. Mitoxondriya bu energiya manbai. Embrionga ma'lum bir miqdorda energiya yetishmasa, embrion bo'linishdan to'xtaydi. Uchinchi sababi bu spermatozoidlarda DNK fragmentatsiyasi, ya'ni spermatozoidda DNKning ma'lum bir qismining bo'lmasligi yoki DNKning parchalanishi. Bu embrion bunda albatta urug'lanish sodir bo'ladi. 3-kunda 8-9 ta hujayra bo'ladi, lekin blastocista davriga yetib bormaydi yoki morula stageda to'xtaydi yoki 3-kunda rivojlanishdan to'xtaydi. Bu eng asosiy sabablari hisoblanadi. Bundan keyingi video qaysi mavzuda bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring.